Sezmaydi-da ular. Ahmedov hozir sizni xohlayapti. Chiqing-chi liftga, ko'raylik-chi, kamerangizni almashtirib qanaqa ekan. Ko'ramiz. Ko'rasizmi? Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Yalasam damlaringizni. Nima deb gap topishni bilmay qoldingizmi? Zari qalaysiz? Yaxshi. Shu meniyam sikaydigan odam topilmadi. Menigayam er topilmadi. Shu begonadan qutulmadik. Hech kimda yo'q ekanda o'sha. Ishlamas ekan. Yo'qmi talabgorlar? O'sha yo'q-da. Bor, menga yoqmayapti. Realniy hayotdayam. Nima ishlamas ekan? Basharasi xunuk ekanda. O'ziyam bo'yiyam past ekan. Bo'ylarini o'lchab olish kerak. Hozir unda qiyin vaziyatda qolibsiz. Nimaga? O'ziyam xunuk, lekin puli ko'p. Puli ko'p bo'lsa, o'zi xunuk bo'ladi. O'zi chiroyli bo'lsa, puli yo'q bo'ladi. Nimaga shunaqa? Menda hammasi yaxshi, prosta yigit yo'q gaplashgan. O'zim bir kam dunyo endi. Amizda yaladim. Kimga yalataman? Siz yalaverasiz. Amda yalaydimi? Qanday yalaydi? Siz yalaverasizmi? Nega shuncha yigit turibdi-ku? Menga yoqmayapti. Sizga ham mosi chiqib qolar. Chiqadi. Ko'rsating, yalaymiz. Telefonda yalab bo'lmaydi. Meni yonimga kelsangiz, yalaysiz. Bo'ptimi? Men ochib beraman. Chiroyli qilib kosmetologga boraman. Depilyatsiya qildirib, yaltiratib chiroyli qilaman. Keyin siz yalaverasiz. Anchaga tushadi depilyatsiya. O'shaniyam bechora yalayotganda biror narsa tiqilib kirib ketmasin deyman-da. Sizni o'ylayapman-da shundayam. Uzilib qoldi. Ajrashmagan. Sirpanib yo'qolib qolmang deng. Bilmayman. Hozir odam bilan to'g'risi liftda gaplashgan holatim.
Yozinglar, chiroyli javob beryapman. O'zi charchadim. Kechqurun bilan uxlamadim. Yaratishga qiziqasizmi, qiziqmaysizmi? Qanaqaga? Yaratishga deyman. Yalaysizmi? Ha, Qanday yalaysiz? siz xohlagandayda. O'zi am yalaganmisiz? Ha, Qachon oxirgi marta am yaladingiz? shuma. Qachon oxirgi marta am yaladingiz? Bir 2 oylik bo'lib qoldi. U katta xotinmidi, kichkinami? Shuma. U ayolmi, ayol kishimidi, qiz bolami? Yo kattaroq odammidi? Bir kelinchak. Eri bormidi? Ha, Eri bo'lib turib shu ishni qildimi? qiziqar ekan-da. Shuni kim qiziqtirdi, sizmi yo umi? Telegramda tanishib qoldik. Sen qiziqasizmi, qiziqmaysizmi? Keyin uni yalaganingizdan keyin uni qildingizmi keyin? Ha, Keyin ko'rishmadingizmi? 2 oy bo'pti, oradan ancha vaqt o'tibdi. yo. Yana chaqiring, ko'rishinglar. Telefonlarni o'chirib tashlaganda. Nimaga o'chiradi? Yoqmabsizmi? Yo, yeri bor-da endi qandaydir bo'lsa kerak. Siz qiziqmaysizmi? Yo'q, hali qiziqishim yo'q. Qiziqib ko'rganmisiz? Ha, zo'r Qiziqib bo'ladi. ko'rmaganmisiz demoqchiman. Zo'r bo'ladi-ya. Mana shu dahshat bo'ladi. Yana nima deydi? 69 bo'lsa undan ham dahshat bo'ladi. Yana yozishyapti. Yaxshi yalamagan bo'lsa, aloqani uzib bo'lsa kerak-da deyishyapti. Yeri bor-da endi uni. Yoqmasa yashamasin. Siz qanday pozada Ancha qanday ko'rishib pozani? Shuma. Qanday pozalarda birga bo'ldilaringiz? Shu manda gapingiz. Qanday poza yoqadi sizga? Endi u xohlaganday bo'ladi-da endi. Men chaqirgandan keyin. Nechta am yalagansiz shu paytgacha? Nechta qizlar damini yalagansiz?
Qizlarniki kam bo'lgan. Ayollarnikichi? Shu paytgacha nechta bo'lgan? Shuma. Shu paytgacha nechta bo'lgan Nima? jami? Ayol-u qizlar. 5tadir, 10tadir, undan ko'p emas. Xayrli tong. Xayrli tong. Qandaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi Charchamay, zerikmay o'tiribsizmi? bo'ladi. Rosa eshitib o'tiribman. Hammam oborib olib kelyapsiz-ku. Nima deysiz? Eshitib o'tiribman deyman, oborib olib kelyapsiz deyman hammasini. Suvga oborib sug'ormay qaytarib. Yo'q, o'zing yaxshisan. Sendaqasi yo'q jonim, gapir. Nimaga ko'tarib yubordingiz? Shunday ko'tarsam g'iybatni boshladi. G'iybat qilmay bizga o'xshab gaplashsin-a, jonim. To'g'rimi? Albatta. Hech shu duchor bo'lmaganmiz. Shu yalaydiganga duchor bo'lmaganmiz. Yo'q. Tong otdi, ko'targ'isi turdimi? Yo, hali turmadim. Shuma. Nima deysiz? Hali turdimi, turmadimi? Yo, hali tong otmadimi? Qamatga yo'q hali. Nechida tong otadi? Ishlardan o'tibdi. Demak, hammaniki 5 dan keyinmi yo hammaniki har xilmi? Emas. Hammaniki har xilmi? Hammaniki har xil uyg'onami? Nima uni? Hammaniki nechida turadi deyapman. Yo, sizniki nechida turadi ertalab? Yo, ishlamaydimi? Yo, turib ketaveradi-ku, farqi yo'q. Ya, siz hech qiziqib ko'rmaganmisiz? Endi qiziqtiryapsiz-ku, qiziqtiring-da. Bari qiziqib ko'rgansizsiz. Bashiringizni oching-chi, yuzingizni ko'raylik-chi. Yo'q, yuzimni ko'rmasa, Menimcha dadam tengi odam bo'lsangiz Olsun kerak. ya. Shuma. Dadam tengi odam bo'lsangiz kerak-a. 33 ga kirgan. Sizga to'g'risi unaqa narsa qilmaylik-da. Ikkovimizni zinoga botmaylik. Men sizga pasimni ochib bersam, siz yalamay qo'yavering. Yo, yalaysizmi? Shuma. Yo, ammamda yalaysizmi? Qiziqsangiz yalaysiz. Yoshingiz nechida o'zi? 33 dedim. O'zingiz tengilar bilan gaplashing. Men tengilar sizga orzu bo'lib qolsin. Men sizga osonlikcha bersam bo'lmaydi-da. 18 yoshlarda amaliyalash, sikish siz uchun orzu bo'lsin. Ya, nimaga?